Ketdik do'stlar, hakamlarning ortidan O'zbekiston hamda Fransiya olimpiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini boshlanmoqda. Yaqin daqiqalar ichida bizni dahshatli o'yin kutib turibdi. Futbolchilar tayyor, hakamni hushtak chalindi va o'yinga start berildi. Fransiya boshlab beryapti. Fransiya mezbon ko'k rangli libosda, vakillarimiz esa oq rangli formada. Dastlabki daqiqalarda Fransiya olimpiya terma jamoasi ancha xavfli ko'rinyapti va ichkariga uzatma ehtiyot bo'lish kerak. Zarba xayriyatki noaniq. Maydon markazida biznikilarda to'p saqlab qolindi, sherigiga uzatdi. Xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga egamiz. 7-raqam nima qiladi? Sherigiga qoldirdi. Nima o'ylab topadi yigitlar? Jarima maydonchasi ichida ajoyib paslar. Muhammadali va endi zarba yo'llasa bo'ladi. Xavfli. Endi Fransiyada bu tarkibda u qadar yulduzlar yo'q, baribir ehtiyot bo'lib o'ynash kerak va mana bu yerda Esanov, vau, hakam penalti nuqtasini ko'rsatyapti. Afsuski, boya aytib turgandim ehtiyot bo'lish kerak deb. Hal qiluvchi epizodlardan biri to'p oldida Yan Matteo ruxsat berildi va hisob ochilyapti. 30-daqiqada Yan Matteo 38-daqiqa biznikilarda to'p sekinasida tashabbus biz tomonga o'tyapti va mana bu yerda bir o'zi kirib boryapti va hakam penalti nuqtasini ko'rsatyapti. 7-raqamli futbolchimiz bir o'zi kirib borayotgandi. Balans bo'lish kerak, hurmatli hakam. Boya Fransiyaga penalti bergandi, mana endi demak, hakamga vardagilar aytayapti. Takroriy lavha o'zi borib ko'radi penalti takrorini. Demak, penalti berilmasligi ham mumkin. Mana bu yerda agar simulyatsiya deb topsa, kartochkasi ham bo'ladi va hakam penalti berilmadi. Penaltini bekor qildi, kartochkani ham bekor qildi. Bu tarkibimizda ham bir nechta yaxshi nomlar bor. Muhammadali O'rinboyev, Sherzod Esanov. Mana bu yerda zarba yo'llanyapti va hisob tenglashyapti 47-daqiqada. Hisobni tenglashtiryapti Nodirbek Abdurazzoqov. Ajoyib zarba. Raqib darvozaboni kutmadi fransiyalik posbon va hisobni tenglashtiryapti. Mana bunaqangi gol bilan penalti bermasalaring ham baribir gol uramiz degan mazmunda. Ajoyib, chiroyli gol. daqiqa o'tib boryapti. Ehtiyot bo'lish kerak yigitlar va afsuski hisob 2-1. Yana o'sha holatda do'stlar, yana o'sha holat himoyadagi xato va undan Wilson Odbert foydalanib ketyapti. 2-1 Fransiya oldinda. O'sha birinchi golda ham o'sha penaltida himoyada xatoga yo'l qo'yildi. Bunda ham Fransiya oson kirib boryapti. Endi baribir klass do'stlar, klass. 84-daqiqa o'tib boryapti. Baribir ozgina vaqt bor. Yigitlar harakat qilsa bo'ladi. Bu yerda esa chap qanotdan navbatdagi hujum tashkillashtiryapti. Mahmudjon Muhammadjonovning zarbasi darvozabondan seyf. Ajoyib zarba, ajoyib seyf. Restes. Bu yerda Muhammadjonov aniq o'ynadi. Va hakam hushtagi chalindi. O'yinga yakun yasab berilyapti. Fransiya hamda O'zbekiston olimpiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 2-1 hisobidagi fransuzlarning g'alabasi bilan yakuniga yetyapti. Yomon o'yin bo'lmadi. Yigitlarga omad, chiroyli o'ynab berishdi, munosib qarshilik ko'rsatdi. Mana shu o'yinni sizlar bilan Kamina Jabaraliyev Qilichbek uzatib bordi. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.